dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz buyuk ishlar, bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz. Bunda jamdir barchinoy alpomishlar, ko'ksi baland yoshlar ittifoqimiz. Har ko'rganda chaman etmoq uchun ham gullashaylik O'zbekiston yoshlari, buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik O'zbekiston yoshlari. Konstitutsiya bombasini bo'ladi. O'zi aqlida konstitutsiya oddiy bo'ladi. Agar biz bunga amal qilmasak, agar biz buni o'rganmasak, agar biz buni hayotimizda qo'llanmasak, u hech qanaqangi qimmatga ega